Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy davlat avtorining 3-ayning 8 kundagi xabarda bildirilishicha, 7 mart kuni Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining 2-yig'inida qatnashgan atalmish Xinjiang vakillar o'miki Beijing xalq qurultayi zalining atalmish Xinjiang zalida muxbirlarni kutib olishi yig'inlashgan. Bu yig'inga 64 yerlik va chet el taratqulardan 125 muxbir qatnashgan. Xitoy yer shari televiziya to'g'ri muxbiri Ma Shunridin Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistonni boshqarish strategiyasini qanday qilib to'liq, to'g'ri va atrofli yo'l qo'yish to'g'risida so'ragan savoliga Jungo Kommunistik partiyasining 18-navbatlik mamlakatlik qurultayidan buyon Shi Jinping boshchiligidagi partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatiga intayin yuqori ahamiyat berdi. Shi Jinping Xinjiangni boshqarish strategiyasini o'zi planlab o'rnashtirdi va o'zi bir qo'lliq yurgizdi. Abdum rayonluq partiya komiteti Shi Jinpingning rahbarligida Xinjiangni boshqarish strategiyasini eng muhim ish deb qaradi va amaliylashtırdi. Biz Xinjiangdagi barliq xizmatlarni qonun bilan idora qilish asosida ilgari surib, Junxo millatining kollektiv engini kuchaytiramiz. Biz o'xshamagan millatlik kishilarning o'zaro ta'sir ko'rsatishi va madaniyat birlashishini aktiv ilgari surib, Xinjiangda islom dinini xitoychilashtirish prinsipimizda ching turib, madaniyat taraqqiyot xizmatini mustahkamlab, Xitoy o'rtaq til va yoziqini umumlashtirib, Xitoycha uslubda zamonaviylashtgan go'zal Xinjiang barpo qilish uchun tirishyapmiz deb javob bergan. Muxbir Erkin Tunyaz va vakillar o'mikidan atalmish Xinjiangning Ipak yo'li iqtisod balbig'ining yadrolik rayonini qurish va g'arbga ochiq ko'rikli xizmat qilish haqida savol so'raganda, Erkin Tunyaz savoliga javoban Shi Jinping bir balvoq bir yo'l tashabbusini o'tirib qo'ygandan buyon Xinjiang rayon taraqqiyot strategiyasini davlatning g'arbga yechib etish umumiy plani kirgizildi. Hamda Xinjiangning ichki va tashqi yechib etilishi uzluksiz kengaytirildi. Biz Xinjiangning Ipak yo'li iqtisodiy balvoq yadrolik rayonini yuqori sifatli barpo qilib, Xinjiangni yuqori sifatli erkin savdo sanoq rayoni qurib, yuqori o'lcham bilan davlatlararo iqtisodiy hamkorlikni qanot yaydirishga tirishdik. Biz buningdan keyin Xinjiangning yuqori qatlamida davomli qiyin vaziyat yaratamiz deb javob bergan. Yana aloqador vakillar Sharqiy Turkistonning paxtasi va majburiy emgak to'g'risidagi so'ralgan savolga Amerikaning majburiy emgak nomida Xinjiangning paxta yeb sanoatiga Jazoir yuzlanligini, mohiyatda Sharqiy Turkistonning taraqqiyotini to'sishga urinayotganligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Ular Xinjiang xalqini majburiy ishsizlik va namratlikda qoldirishni planlayotdi va Jungoning taraqqiy qilishini cheklashga urinayotdi deb javob bergan. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur madaniyatining yo'qotilishi to'g'risidagi savolga javoban atalmish Xinjiang san'at teatrxonasining muqam san'at o'mikidan kelgan vakil Dilshod Farhod Xitoy hukumatining Xinjiangning madaniy meroslarini qo'g'dash va ularga varislik qilish haqida ko'rsatgan tirishchiligini tunishtirib, har qaysi millatlarning asl an'anaviy madaniyatining intayin yaxshi qo'g'dilayotganligini va zo'r taraqqiyot va gullanish davrida turayotganligini hamda bu joyda madaniyat qirg'inchiligi deydigan narsa yo'qligini bayon qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.